Bolalikdagi jarohatlarimni qanday davolashim mumkin? Bolalikdagi jarohatlar uzoq yillar o'zini ko'rsatmasligi, bildirmasligi, bizga xalaqit ham bermasligi mumkin. Yoki aksincha, bolalikdagi jarohatlar deyarli har kuni, kunda kunora bizga o'zini eslatib turishi mumkin. Har ikki holatda ham bolalik jarohatlarini davolamasdan o'z holiga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Lekin bolalikdagi jarohatlar shu qadar og'riqli bo'ladiki, inson ularni ko'mishga yoki ulardan qochishga moyil bo'ladi. Shuni tanlaydi. Yo'q, biz bir marta to'xtashimiz, malakali mutaxassis bilan o'tirishimiz va bu jarohatlarni ildizi bilan davolab chiqishimiz zarur. Bu jarayon har qancha og'riqli bo'lmasin, shuncha kerakli. Agar biz jismimiz umrimiz oxirigacha o'zimizga xizmat qilib, sog'lom bo'lishimizni istasak, biz o'zimiz orzu qiladigan darajada moliyaviy erkinlikka chiqib, o'zimiz istagan moddiy boyliklarga ega bo'lishni istasak, biz baxtli va sevimli munosabatlarda yashashni tanlasak, farzandlarimiz bilan munosabatlarimiz mehr, e'tibor, qadr ustiga qurilishini istasak, bolalik travmalaridan birontasi davolanmasdan qolmasligi zarur.